Dinamo hamda Mash'al jamoalari o'zaro bahs yuritsa, Buxoro va Sug'diyona jamoalari o'rtasidagi o'yin ham hozir boshlandi. Jamoa sardori to'pni qanotga tashlab berdi. Ulug'bek Abdullayev Abdusalomov zo'r pas berdi va penalti do'stlar. Samarqandda Aziz Omonovga nisbatan ishlatilgan qo'pollikdan keyin Fayziyev hozir Aziz Omonov bilan darvozabonni vaziyati mana shunday ro'y bergan. Demak, Aziz Omonov gol urib hisobni oldinga olib chiqyapti. Dinamoni hisobda oldinga olib chiqyapti do'stlar. 1-0. Mezbonlar raqib darvozasini ishg'ol etdi. Oldinroqqa to'pni menimcha oshirib bergandi. O'sha mana Omonov chap oyog'ida darvozabonni chap tomoniga to'pni yo'lladi. Uzoq burchakka qoyil lekin Dostonga tashlandi. Ozgina yetmadi. Kechroq tashlandi. Keyingi hujumni ko'ramiz. Muborakliklar, variantlar qidirishyapti. Jarima maydonchasi tomon intilishyapti. Uzun pas, qarang. Dinamo ham bo'sh hudud qoldirgan. Zarba berib ko'rish uchun sharoit bor. Har qanday chempionatni bezaydigan gol do'stlar bu. Mash'al kam gol uradi, lekin ursa mana shunday gol urar ekan jamoa. Dahshat. Mash'al o'yinchisi buni juda ham to'g'ri tushundi. Qoyil do'stlar. Super ijro bu. Kuchli zarba. Roman Hajiyev chiroyli ijroni amalga oshirdi. Bu tur goli. Roman Hajiyevdan super gol. Qoyil. Hozir Burbakaya qoldi. Dinamo mana shunday bosim uyushtira olyapti. Omonov yuqoridan ko'tardi. Zarba To'xtasinovdan noaniq. Hozir bilmadimmi, olis masofadan tepadagi nuqta edi. Sarfo zarba berishi mumkin edi. Penaltidan 17-daqiqada Roman Hajiyev muvozanatni tikladi. Hajiyev super ijroni amalga oshirib berdi. Zarba Ulug'bekdan, yana zarba To'xtasinovdan. Gol do'stlar. Gol. Dinamo birinchi taymning o'zida yana hisobda oldinga chiqib oldi. Nurullo To'xtasinov 2-1. Shu hujumni takroran ko'ramiz. Boshi bilan to'p kiritdi. Hujum qanday boshlandi? O'ng tomondan markazga, markazdan qanotga Obloqulov zarba berdi. Darvozabon qaytardi. Darvozabondan qaytgan to'pni bitta imkoni bor edi Nurullo To'xtasinovni bosh bilan darvozaga to'pni to'g'rilash. Bekorga Obloqulov borib birinchilardan bo'lib tabriklamagan ekan. U darvoza tomon zarba bergan. Omonovdan to'pni qabul qilib olgan futbolchi boshqa bir o'yinchi edi. Keyin Behruzga uzatmani amalga oshirdi. Behruz darvoza tomon yo'lladi. Darvozabon to'pni qaytardi. Qaytgan to'pni Abdusalomov, O'rozov. Zo'r pas, birga bir vaziyat. To'xtasinov zarba, darvozabon qaytardi. Yana zarba noaniq. Bu vaziyatda Dostonbek To'xtaboyev qahramon. Muqarrar goldan qutqardi jamoasini. Mana To'xtasinovga to'p yetkazib berildi. Nurullo To'xtasinov. Yaxshi imkoniyat, zarba, gol! 3-1. Nurullo To'xtasinov o'zi hal qildi. Jarima maydonchasiga ham kirib o'tirmadi. 17 metrlardan zarba berdi va dublni rasmiylashtirdi.
Dinamo birinchi taymning o'zida juda ko'p savollarga javob berdi. 3 ta gol urdi jamoa. Biz To'xtasinovning shunaqa tepadigan odati bor, qarang, e'tibor bering. O'zi uchun hudud tayyorlab oldi, atrofga qaradi, himoyachilar bo'sh o'ynashyapti, baribir. Uni yopmayapti. Oldinga bordi va tepib burchakka qadaldi. Lekin 1-2 hafta bo'ldi. Rasman u bilan klub shartnomani bekor qilganligi haqida ma'lumot berildi. Shundan keyin Eldar Sakayev jamoani qabul qilib oldi. Hozir esa mash'alli imkoniyat. Himoya Murtazoyev birga bir vaziyatdan foydalana olmadi. Yakuniy vaziyat qahramoni. Qanday qilib gol ura olmadi Himoya Murtazoyev hozir. Yana mash'al futbolchilari to'p bilan oldinga borishadi. Olisdan zarba, darvozabon to'shda bor. Nasaf va Navbahor o'yini 20:00 ga belgilangan. To'xtasinovga to'p yetkazib berildi. Nurullo to'pni cherigiga yetkazdi. Abdusalomovning zarbasini darvozabon ushlab oldi. Kingsley Sarfo bu ganalik futbolchi. Mana shu 2 nafar o'yinchi asosiy tarkibda legioner sifatida to'p surishyapti. Draman Usalu Sloveniyadan zaxirada bugun. Hozir yuqoridan to'p yetkazildi, zarba yo'llandi, ancha xavfli, noaniq biroz. Dinamo yana golga yaqin keldi. Aziz Omonovning bosh bilan bergan zarbasi noaniq ketdi. Stadionga yig'ilgan futbolchilarning qo'llab-quvvatlashlari futbolchilarga kuch beryapti. Ortga pas berildi. Endi yuqoridan qanotga Azizbek Omonov qarshisida himoyachi endi ikkalasini ham aldab o'tdi, zarba yo'lladi. Noaniq ketdi. Gol urdi, hisobni tenglashtirdi. Nurullo To'xtasinov 31-daqiqada hisobni 2-1 ga yetkazdi. 45+2da u 3-golni urdi. 3-1. O'sha hisob o'zgarmadi. 3-1 hisobida samarqandliklar g'alaba qozondi.